Tubaqli. Nimaga meni siz like bosmaysiz? Sizga videolarim yoqasiz. Mana uyda like bosib qo'ysangizlar bo'ladi-yu. Bu birinchi bondimiz. Bilmas kim berdi menga. Bu birinchi modimiz. Bu telefon versiyalarga mana kiryapti. Judayam zo'r. Buni hozir qo'yishni ham o'rgataman. Bunga bir kunlikda yoki bir 40 ta like bo'lsa o'rgataman. Uni ham ko'rsataman sizlarga. Judayam zo'r mod. Ertaroq ishlatib qo'ydim, lekin modni qandayligini bilish uchun sizlarga sifatli modani olish uchun meni naqd 2 kun vaqtim ketyapti videolarim uchun. Yana bu videoni chiqishini Telegramdagilar 1 yil oldin bilgan lekin. Aytganman, hozir olib tashladim bugun. Mana modga qaranglar. Mana ishlatib ko'rganda bu вообще menga qarayapti. Pushkin. Bu kontra chipratlaringiz bor-ku. Endi ular kontra emas, Minecraft o'ynaydi. Mana shunchasi mana bu yerda nima bu? AK-12 ishqilib, lekin bu boshiga qaranglar. Pizdes narsalari, o'qlari bor. Umuman, wow! Boshga kiyadigan narsalari bor. Tanaga ham kiyadiganlari bor ekan. Mana. Hozir sizlarga kiyib ko'rsataman. Tak, buni olamiz. Keyin buni olamiz. Keyin buni. Mana hozir nimaga kelmayapti? Yo, mod o'zi kezmaydi. Yo, kezibdi. Mana bola hozir nerede göndü? Вообще chiroyli. Turganingizda bundan mana pizdes. Boshingizga, orqangizga narsalarni pizdes. Bu mod sizlarga yo'qdi degan umiddaman. Bu serial Pablo avval o'ladi edi-da. Hozir tashlab yubordi menimcha. Pablo emas. Kim edi? Der o'ladi mana shu modlarda. Rengiga ko'ring, chiroyli chiqqan. Der bo'ladi mana shu. Hozirga qaranglar. Animasiya. Bu shunaqa mod. Zo'r mod qo'shmaydi va keyingisiga navbat. Endi ikkinchi modga o'tsak, u mashinali. Bu mod mana bu yoqda mashinalari mana. Bu mod bir mashina, lekin nomerlari, ranglari boshqacha. Komfort mashinalar mazza qilib video olsangiz bo'ladi. Judayam chiroyli. Mashinaga minsangiz chiroyli judayam, lekin buni ko'rsatmayman. O'zingiz qarab minib ko'rsangiz. Komfort mashinalar, lekin chiroyiga qaranglar. Mana nomerlari o'zgargan. Ranglari, nomerlari o'zgargan. Uni olish yo'li mana shu nima desam bo'ladi? Mana shu tuxumlardan eng oxirida tumaloq narsalar, umuman nima qo'shmaydi mashinadan tashqari. Mana shu mashinalardan tashqari boshqa hech nima qo'shmaydi. Mana shu yerdan olib olaverasiz. Bu keyingi mod. Bu yerda sunduk bormi ekan, ochib ko'raylikchi. Atmosferasi ham chiroyli. Mana shunaqa qilib bu mod uy qurib beradi. Mana shunaqa chiroyli atmosferalar o'zidan qo'shadi. Bu mod uy qurib o'tirmaysizlar, o'zi qurilgan bo'ladi. Uy qurib bilmaydim shu vaqtgacha bir video uchun hech qachon men bunchalik katta uy qurmayman. Shunaqa zo'r uy, mana ichkarisi ham kirib ko'ramiz. Mana lekin nimagadir sunduqlarini ochib bo'lmayapti. Ketdik qani. Tak. Хотя бы mana shu sunduqni ochib bo'lar, хотя бы.
Mana buni. Endi mana shuni qaraymiz. Bu yerdan endi to'rga borsak, bu yerda olov bo'lishi kerak emasmidi? Yo'q. Mana bu yonib turishi kerak emasmidi? Ko'taradigan ozgina. Unchalik qotmaydi bolalar. Bu yerda o'zingizni boy qilib yoki prezident bo'lib olsangizlar bo'ladi bunda. Judayam chiroyli mod. Bu uy o'zi qurilgan bo'ladi. Mana shunaqa. Mana uyga qaranglar. Mana bu atmosferaga bir qaranglar, chiroyli. Yer tepadan tushib ketdimi bo'laveradi. Mana shunaqa chiroyli. Yer bajik olib ketdi. Yer qo'yilibdi. Mana bu tuproqqa qaranglar, pasmat, judayam chiroyli. Bu 3-mod bo'lsa, holi shuncha modim bor. Bundan ham zo'rlari bor. Lekin boshqalarga qaraganda bu unchalik zo'r emas, просто uy qurilgan. Lekin chiroyli uy qurib o'tirmaysizlar qo'llaringiz bilan. Mana shunaqa uy qurilib turadi o'zingiz. Spam bo'lganingizdan. Shunaqa o'zi chiroyli uy qurilib turgan. Men qurib bilmayman. Hammaga xayr, videoga like bosing. Endi qolgan yarimini kommentariyadagi boshqa videodan silkasini bosib kirasizda boshqa videodan qarab ko'rasiz. Endi keyingi modga o'tamiz.